Assalomu alaykum. Bugun 5-oktyabr 2024-yil. Inshaalloh ishlarimiz davom etyapti. Andijon viloyati Andijon tuman Yangiobod tomondamiz, Naymon tomonlarida. Xudo xohlasa. Kanalimiz asosi akamiz xonadoniga 90 ga 120 kaloriylarni olib kelganmiz mana. 3 dona, 2 dona. Mana bu joyda qonmon hojatxonalari bo'layotgan, shularga ikkita bena qo'ydirganmiz, mana qopqoqlari. Qalamlikdan ko'rishingiz mumkin. Kaloriylarni saqladik mana. Har doimgidek kanalimiz rivoji uchun bittadan likelar ayamizlar ekan. İnşallah endi xizmat qilamiz. Bugun aytib o'tish joiz, Navbahor Andijon o'yini bo'lyapti. Inshaalloh Navro'z mahalga chiqib ko'ramiz. O'yinga 2 soat vaqt qoldi. Biz ishimizni tugatdik, xudo xolasa. Bilet sotib ololmay qoldik, biz to'g'risi ulgurmay qoldik. Ishlarga qilib. Mana kalingan joylardan ko'rishingiz mumkin. Mana yana ikkitasi xonmonga bo'libdi, mana bunisi hojatxonaga bo'libdi. Ko'rishingiz mumkin. Chuqurlar. Tushirib inshaalloh akalar, bitta syomka qilamiz. Har doim nomerlar qo'yamiz, aloqa chiqib ko'rasizlar. O'sha bittasini tushirdik. Nima bittasi qoldi. Tushlarga. Otoring. Kelaman Naymanda tinchimiz xudo xolasa. Beshkas betarafat tushirib oldik. Mana shu yerga ko'rgan. Mana bunisi 3 talik tushdi. Bunisi 2 talik. Tamam, hojatxonaga olsam. Tushuntirib qo'yib, güzel qo'ysangiz bilinmaydi. Mobil bo'y qilib ko'tarib oladi ekan.